Assalomu alaykum qarindoshlar. Gollandiya şoförlük pravasi nazariya darsiga xush keldinglar. Biz bugun 15-ci dars jinoza mashinalariga yo'l berish qoidasini o'rganib o'tamiz. Ya'ni Gollandiyada jinoza mashinalari, ya'ni jasadni yo'tkab mangan mashinalar, ya'ni bir turlik alayda qatnashmaslik tabi bo'lib, uningga doir azroq yo'l berish qoidalari bor. Biz bugungi darsimizda shu qoidalar bilan tanishib o'tamiz. Yani aldı bilen bu cenaze maşinelerini yol beriş için o maşinelerini tanıylışımız mühim. Yani o maşinler qanday tanıyımız degende şu maşinlarninki muş aldı tarafida, mesela muş resimde ko'rgandek, muşta qara bayrak boludu. Üstüde ak, üçtal ak sızıqı var, qara bayrakçı. Muş maşina qarab, bu maşinlar hazır cenaze maşinesi ekan deb bilsek bo'ldi. Bu maşinlar hem adette bir grup maşinlar bulup mümkün mümkün. Şu maşinlarning adet birinci maşinada şu meyitni ilip mangan boldu. Belki meyitni mesela Gollandiyaning örüp adetida meyitni maxsus bir öylari boludu. Şu yerga apirib bir zaldek öylerde meyit bilan xo'shlash murosimi degandek murosimlarni o'tkazildi-chu. Şu qisqasi şu meyitni nega ap mangan bo'lsa, müşta yo'lda mangan vaqtida maşinlar müşunda bayroqlarni taqab mangdi. Ondan keyin yana maşinlar bo'ldi, lekin keyindagi maşinlar balki oila taobatlarining mashinasi degandek bo'lishi mumkin. Ya'ni jinoza mashinalari odatda bir guruh holda 2-3 mashina, 3-4 mashina birga mangdigan ahvollar bo'ldi. Ya'ni shu bayroq qarab tanıymiz. Endi buning yo'l berish qoidalariga qarab chiqaylik. Yani jinoza mashinalarini, yani baravar bo'lgan kesishma yo'l eg'izda, yani xilayk vardiga kiravsingda jinoza mashinalarini kesib o'tsak bo'lmaydi. Lekin 10 xilayk vardiga kiravsingda, yani baravar bo'lmagan kesishma yo'l eg'izlarida agar bizning boshda mingish haqqimiz bo'lsa, kesib o'tsak bo'ladi. Yani marasim qarsanglar, qatu jinoza mashinalari minib o'tibdi. Birinchi jinoza mashinasi o'tib bo'libdi yo'ldan. Biz hozir ikkinchi jinoza mashinasiga nisbatan gerçi o'ng tarafdan kelgan bo'lsaqmi, lekin jinoza mashinalarini kesib o'tsak bo'lmaydiganligi uchun butun jinoza mashinalari o'tib ketib bo'lganda ondan mangmiz demakchi birinchi. Ikkinchi qoida, jinoza mashinalari yana o'xshashlam harbiy mashinalarga o'xshash shahar ichida Benanda Baldikumda avtobus bekatidan qo'zg'almoqchi bo'lgan avtobusga yo'l bermasimi bo'ladi. Mesela marasim qarsanglar, mana hozir avtobus bekatidan qo'zg'alman degan vaqtda normal mashina o'sti yo'l berish kerakdi-ku, lekin jinoza mashinalari harbiy mashinalarga o'xshashlam yo'l bermasimi. Uchinchi qoida, ya'ni bu yanalam harbiy mashinalarning qoidasiga o'xshaydi. Jinoza mashinasi harbiy mashinalarga o'xshashlam piyodalar yo'ldan o'tmoqchi bo'lgan piyodalarga va meyitlarga yo'l berishninki hojati yo'q, yo'l bermaydi. Endi marasimda o'sha butun qoidalar qisqacha bir yig'inchoqlangan rasm. Ya'ni birinchisi qarsanglar, mana xilayk vardiga kiravsing, birinchi jinoza mashinasi o'tib ketib bo'lganligi uchun kesib o'tsak bo'lmaydi, cho'qim to'xtatishimiz kerak. Endi men yendiki ahvolda yana o'xshashlam xilayk vardiga kiravsingkan, lekin biz udulmamoqchi, lekin jinoza mashinasi qayrilib solga qayrilmoqchi ekan-chu, lekin yana men birinchi mashina o'tib ketib bo'lganligi uchun gerçi biz udulmansaqmi, yana biz to'xtab turishimiz kerak. Endi men uchinchi xil rasmda jinoza mashinalari mingibdi hozir. Birinchi mashina o'tib ketib bo'libdi. Lekin hozir bizning chirig'imiz qizil bo'lib yonibdi. Agarda hozir agar birinchi mashina o'tib ketib bo'lgan bo'lsa-mu, agar bizning chirig'imiz ko'kka o'zgarsa, u vaqtda biz jinoza mashinasini kesib o'tib ketsak bo'laveradi bu ahvolda. Endi mana 4-chi xil ahvol, 10 xilayk vardiga kiravsingkan, buni qarasanglar. Buni yerda
Vorrangsport for the Kruispunt, yani oң va sol tarafdan kelgan qatnash sizga yo'l beradi degan taqdi bor ekan-chu. Şun bunda ahval aslida gerçi jinoza mashinasi birinchi mashina o'tib ketib bo'lgan bo'lsa-mu, lekin 10 xilay vardiq Krausingda qatnash taqdisiga asosan bizning boshda minish haqqimiz bo'lganligi uchun biz hozir jinoza mashinasini kesib o'tib desak bo'ladi. Ammo eng oxirgi ahvolda yani tez yo'lga chiqmoqchi bo'lsak, harbiy mashinalarga o'xshashlam shu Infrastrukturda gerçi jinoza mashinalari qator minayotgan bo'lsak-mu, lekin tez yo'l chiqqan vaqtimizda kesib o'tsak bo'laverdi. Lekin yo'lga chiqib olgandan keyin tez suratda yo'l bexatarlan bo'lsa, jinoza mashinalarining o'ttirsida demay, yana bir yo'lga chiqishimiz har vaqt tavsiya qilindi. Endi shu imtihonga shu jinoza mashinalari to'g'risida chiqadigan ulgulik mashq savollari bilan qisqacha. Bu mashq savollar bek chiq bo'lmaganligi uchun shu darsdan keyingilam biroq o'rganayli deb ayrim dars qilmadim. Qanima savol qarab boqayli deydi. Het eerste voertuig van de rouwstoet nadert jou van links. Yani uitvaartstoet, rouwstoet en o'xshashlar ikkalisi jinoza mashinalari, jinoza qatnash vositalari deganni bildirdi. Yani rav degan gollandchada shu motam tutish degan ma'nochi. Yani rouwstoet motam mashinalari yoki jinoza mashinalari o'xshashlar. Yani hozir birinchi mashina, yani shu jinoza mashinaningki birinchi mashinasi hozir sizga sol tarafdan keldi deydi-chu. Yani biz jinoza mashinasi nisbatan o'ng tarafdan keldik, lekin jinoza mashinasi biz tarafga nisbatan soldan keldi-chu. Kim boshda mangdi deydi. Yani ma ahvolda birinchi mashina yo'ldan o'tmaganligi uchun biz ham o'ng tarafdan kelganligimiz uchun jinoza mashinasiga yo'l bermasakmi bo'ladi. Agar birinchi mashina o'tib ketgan bo'lsa, o chog'da cho'qim butun mashinalarning o'tib ketishini saqlaydik-chu. Hozir birinchi mashina o'tmaganligi uchun biz yo'l bermaymiz. Shunga ma ahvolda biz boshda mangsak bo'ladi. Yana kim boshda mangdi deydi. Qarasanglar, xilay vardiqqa kiravsinkan, o'ng tarafdan yana jinoza mashinasi kelibdi. Hozir bu jinoza mashinasi bizga nisbatan o'ng tarafdan keldi-chu. Shunga o'ng tarafdan kelgan qatnashqa yana rechts gaat voor degan qoida bo'yicha jinoza mashinasiga yo'l beramiz. Shun buning javobi yani begrafenisstoet, jinoza mashinasi oldidan mangdi. Endi mas'ul kelsak, de eerste auto van in begrafenisstoet rijdt door rood. Is dit correct? Yani bu jinoza mashinaniki birinchi eng boshda mangan mashina hozir qizil chiroqni bisib o'tdi. Bu to'g'rimi deydi-chu. Yani birinchi mashina qizil chiroqni bisib o'tsa bo'lmaydi. Lekin birinchi mashina ko'k chiroq mashina mangan vaqtda chiroq ko'k bo'lib, uning keyindagi mashinalar o'tib bo'lguncha qizil bo'lib qolsa, bisib o'tsa bo'ldi. Lekin birinchi mashina bisib o'tsa bo'lmaydi. Shun buning javobi ne? Yani birinchi mashina bu qizil chiroqni bisib o'tsa. Endiki savol, de eerste wagen van de rouwstoet wil de rotonde oprijden. Yani shu jinoza mashinasininki birinchi mashina hozir rotondaga kirmoqchi deydi. Mutik tez forlatgan, yana cho'qim yo'l berishim kerakmi deydi. Oq mashina haydab ketib qolgan bo'lsa, yana hozir birinchi mashina rotondaga aylanmaga kirmoqchi ekan. O chog'da oq mashina cho'qim yo'l berishimiz kerakmi dedi. Buning javobi yo'q. Chunki birinchi mashinaning oldida mana Haintandan borchu. Bu bir xil 10 xilay vardiqqa kiravsing. Ama bu birinchi mashina bo'lganligi uchun, yo'lga kirmaganligi uchun biz o chog'da buning yo'l berishimizning hojati yo'q. Bu bizga yo'l berdi. Shu buning javobi. Endi oxirgi savol. Welke voertuigen mogen in begrafenisstoet door kruisen? Yani qanday qatnash vositasi shu jinoza mashinalarini kesib o'tsa bo'ladi deydi. A javob motor voertuigen, yani motorli qatnash vositalari.
İkinci cevap velosiped, üçüncü cevap hiç qanday qatnaş vasıtları kesip ötse bo'lmaydi deydi. Bunun cevabı şu. Yani munda qatnaş vasıtası cinaze qatnaş vasıtlarını her vaqt kesip ötse bo'ladi deydigan gap yo'qchu. Şuna bunun cevabı Hinfurt'tağın yani hiç qanday qatnaş vasıtası bu cinaze qatnaş vasıtlarını kesip ötse bo'lmaydi. Yani bu yer kesip ötse bo'lmaydi deganim her qachon kesip ötse bo'lmaydi deganlik emas. Çünkü yani baştaki suallarda nima qildik-ku, yani 10 xilay vardığı crossingda agarda bizning boshda minish haqqimiz bo'lsa, u joqda kesib o'tsak bo'ladi, kesib o'tsak bo'ladi ahvollar bor. Agar biz sinov vaqti suratdosh yo'lga infuxin qilmoqchi bo'lsak, unda vaqtlarda kesib o'tsak bo'ladi. Shunga ham diqqat qilinglar. Ya'ni mushu jinoza mashinalariga yo'l berish qoidasi to'g'risidagi ham nazariya, ham mashq, ulgurlik mashq savollar darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Savolinglar bo'lsa, inkas rayini qoldirsanglar bo'ldi. Ma'qul bo'lsa, keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar.